Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi Uyghur tilini anglab, tushundigan, Uyg'urning o'tida kuyib, suyida aqadigan qadirlik qarindoshlarim, hammalariningki mushu vaqti va bundan keyingi vaqti xayrlik bo'lsin. İnşallah her iki dünyalık hayatınla baxt saadetga to'lsin. Men Abdulaziz Beshto'g'roq İstanbuldan Zeytinburnu'dan Özgürler sitesidagi uyamdan sizlarga Allohninki cennet salomı bo'lgan Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salom bilan bugungi Facebook Qur'on xalqimizningki, ya'ni Qur'oni Karim ve izohli tercümesi Enes Alim ustozninki 14 yıllık, yani 15 yıllık emgek neticesi bo'lgan bunun Qur'oni Kerim ve izahlı tercümesini birlikte Muzzemmil, Muddessir, Kıyamet, İnsan, Murselat, Neba ve Naziyat surelerini birlikte öğünüp ütümüz tahminen 10 bet. Biz şunda 10 betten okup İnşallah 60. yoki 61. dersimizde Facebook Kur'an halkımızda Kur'an-ı Kerim'ninki bunu tamamını Uygurca tercümesinin tamamını tamamlayacağız. İnşallah Allah şu günlerge ulaştıra 58. halkımızda turupdimiz. Bugün sizlerge bir hoş haber bilen başlayayım. Bunu mu yazık arkalık bir ilan çıkarıp bunu uqturumuz. Ama hazır men deristen kiriştim burun bir hoş haber yetkizip qo'yay qadirli qarindoshlar. İqtisadi yer beradigan qarindoshlarimiz agar setib olsa bu Qur'oni Kerimni 20 dollardan sepbergen edik. Endi biz bunu Enes Hacikimiz haremge berip bu iş tugagandan keyin o'zining ömrünü tugitib keldi. Şu jarayonda biz ders qildik, to'rbetlarda bu kitap to'g'riliq nurg'unlagan tarjima to'g'riliq gap so'zlar bo'ldi, lekin yana mushu kitapni dunyoning har qaysi yerlariga taqtinglar, biz iqtisodini jihatdan biz yordam qilamiz deb va'da bergan qarindoshlarimiz borken, shunlashqa agar iqtisodingni yer vermasa 20 dollarga emas haqsiz mush kitapni o'qiyman desanglar, bu kitapni haqsiz birimiz Qur'oni Kerim ve izahlı tercümesini, yani chat elge ivetişte 10 dolar poçta hakkını alımız. Onun yeni da bital bu İslam nime degen bunu kitapını mı hediye kılımız. Eğer bu hediye bilen birlikte bunu Qur'oni Kerim'nin tercümesi mi birlikte iki tane hediyemiz buludu. Birisi bizden tedbir şirketimizden, yeni birisi kitapninki tercüman alim ustazimiz Enes Alimninki hediyesi buludu. Bu iki hediyeni 10 dolar, 10 Amerika dollarını haclap üyenlerde işkinlinin aldıda kubul kılalaysılar. Bu haberini bütkür dünyadaki qarindoshlarımızga yetkizip qo'yishinglarni tilaymiz. Türkiye'de eğer bu kitapni setib olaman desanglar 50 lira attı. Ama eğer poçta haqqını bizga ivetib bersanglar, bunu kitap bilan birlikte 10 dolar ketmeydi, onunla poçta haqqı ketidi. Yani bu kitap bilan birlikte eğer nima qilaman desanglar, setib yani men haqsiz o'qisam bo'ladi desanglar 10 lira pulni bizniki adresinglar bilan birlikte, telefon numaranglar adresinglar bilan birlikte bizniki şirketga yotqizsanglar, hisob numaraga men sizlarga ivetib berman qadirli qarindoshlar. Bu sizlarga shundoq bir nim bo'lib qolsin. Bu kitapmi şu adette 15 lira. Bunu şu Qur'oni Kerim'nin tercümesi ne birlikte taqat qilganligimiz uchun bizning şirketninki şu Qur'oni Kerimni algan qarindoshlarga, ya'ni talab qilgan qarindoshlarga hediyemiz bo'lib qolsin. Birlikte o'qishinglarni umid qilamiz. 10 lira
pulni bizniki nimamizga yatqizsanglar, biz sizlarga bu ikki kitobni aytib beramiz, qadrli qarindoshlar. Agar biz uni setib olsak bo'ladi deydiganlar bo'lsa, ama kitap normalde 15 lira. Hacikimizin kitabı 50 lira. 60 lira bunun. Yine 5 lira pulunu qetib etsanlar 65 liraga biz sizlarninki adresinlarga yetkizib berimiz, qadrli qarindoshlar. Bu bizlerden sizlarga bo'lgan sizlarga sovg'imiz, hediyemiz. Dünyanın her qandaq yeridan, vatandan başqa vatanda mümkün emas, her qanday yerden talep qilsanlar bo'ldi. Kanadadan bunu tizimlashga başladı. İbrahim Torabek deb qarindishimiz bor. O yerda tizimlashga başladı. Kanada qarindoshlar uni tizimlashsanlar bo'ladi. Amerikadan aladiganlar bo'lsa, bevosita internetdan men bilan aloqa qilsanlar bo'ladi. Yoki bo'lmasa Amerikadagi tonish bilishlardan balkim erkinkamga deb beqishim mumkin. Erkinkamning hisobi $10 seppaysanglar bu ikki kitobni aytib beramiz, qadrli qarindoshlar. Yaponiyadami bizga yordamlashayotgan qarindoshlar botdi. Ular bilan aloqa qilib, irtibotni aloqani o'rnatgandan keyin yana shu o'xshashlar $10 ishkilarning oldida ko'rsalar. Burun setib olgan qarindoshlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bu chaqirtirgan yoki bo'lmasa nima qilgan ish emas, ixtisoriy jihatdan nimasi yer bermagan qarindoshlarga biz bu kitobni hadiya qilamiz. Bu xabaringlarda bo'lib qolsin. Germaniyadagi yoki bo'lmasa Yevropadagi qarindoshlar qaysi davlatlardan o'zinglar nimasini to'plab, pulni bir yerga to'plab, undan adreslarini elib, men bilan aloqa qilsanglar, men adresinglarga sep beraman. Vaqt qis, qadrli qarindoshlar, tezroq tutish qilishinglarni umid qilaman. Muddessir suresi dedik. Muddessir suresi Mekke'de nazil bo'lgan 56 oyatken, qadrli qarindoshlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ey chumkilib olg'uchi, o'rningdan turg'in va ogohlantirg'in. Rabbingning buyukligini e'lon qilg'in, kiyimlaringni pok tutg'in, nijosatdan yiroq turg'in, qilgan yaxshiligingni ko'p sanab minnat qilmag'in. Va Rabbing uchun sabr qilg'in. Chunki surchilingan chaqda ana shu vaqt, ana shu kun qiyin kundir. Kafirlarga oson emasdir. Men yalğız yaratgan adam bilen qo'yib etkin. Men onunğa uzutulgıcı mal berdim. Köz aldıda turadigan ballarni berdim. Onunğa büyük imkan berdim. Amma o ziyoda qilishimni ta'ma qilmoqda. Hech ta'ma qilmasin. Chunki o bizning oyatlarimizga qarshi chiqmoqda. Men yaqinda uni tik bir davonga chiqishga zo'rlayman. Çünkü o oylandı ve planlandı. Ölgür, qandaq planladı. O ölgür, qandaq planladı. Andın keyin qaradı. Andın keyin qo'shimini turdi ve chiroyini pürüştürdü. Andın keyin orqasini qildi ve kibrlendi. Andın mundaq dedi. Bu faqat naql qilinib kelgan sehrdir. Bu faqat insonning so'zidir. Men yaqinda uni saqarga kirgiziman. Saqar nimadir? Sen nereden bilsen? O kaldırıp koymaydı ve kuyvetmeydi. O insanların terilerini köydürüp kapkara kılbet gücüdür. Onun üstüde 19 hadim var. Biz dozaqның hadimlerini fakat periştelerden kıldık. Ularning sonini kafirlar üçün faqatla bir imtihan vasitasi qildik. Biz bunu kitap birilganlar haqiqiy ishonsin, iymon aytganlarning iymoni ziyoda bo'lsin, kitob berilganlar va mu'minlar shubhalanmasin deb mushundoq qildik. Biz buni yana qalblarida kasal borlar va kofirlar Allah bu misolda nimani iroda qildi desin deb mushundoq qildik. Allah xoligan kishini ana shundoq ozdirdi, xoligan kishini ana shundoq hidoyat qiladi. Rabbingning qo'shinlarini o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Bu insonlar uchun faqatla bir nasihatdir.
Yo'q, ay bilan qasamki, arkasını qilib ketgan chog'dagi kecha bilan qasamki, yo'rug'an chog'dagi subhi bilan qasamki, o saqar eng büyük falaketlerning biridir. İnsanlar uchun ogohlantiruvchidir. Ya'ni sizlardan ilgirlashni yoki chekinishni xohlaganlar uchun. Her kishi o'z qilmishi tufaylidan go'riga elinguchidir. Ma ayetning ostini sizinle kadar qarindoshlar, Muddassir suresi Mekke'de nazil bo'lgan 56 oyatlik surening kaçıncısı 36. ayeti her kişi yok 38. ayeti her kişi öz kılmışı tüpeylidin görüge ilinguçudur degan gap. Lekin o'ng tarafning egileri undaq emas. Ular cennetlerde buludu ve özara soruşudu. Günahkarlar toğırlık. Ulardan sizler nima üçün saqarga kirdinglar deb so'raydi. Ular mundaq deydi: biz namaz ötügüçilerden bolmagan idik. Miskinge taam bermegen idik. Çömgüçüler bilen birlikte batılga çömgen idik. Jaza ve mukafat gününü yalgan diyen idik. Biz ta ki ölgüçe muşunda kılgan idik. Ularga şafaatçilerinin şafaati payda bermeydi. Müşriklarga nimi boldikin Kur'an'ның nesihetinden yüz örüvatıdı. Ular xuddi yava işeklerdir. Yolvastan kaçkan işekler. Belki ulardan her kişi özüge uçuq sayıpeler berilişini xalaydı. Yo'q, belki ular ahiretten korkmaydı. İş ular oylagandek bo'lmaydi. Kur'an bir nasihatdir. Xalgan kişi onundan nasihat alsın. Ular Allah xalagandala nasihat alalaydı. Allah korkuşqa tegishlik zatdır. Mağfiret qilishqa loyiq zatdır. Qadirli qarindoshlar, bu Muddassir suresi Mekke'de nazil bo'lgan 56 oyatlik sureninki izohatni ustoz chumki bag'uchi degan birinchi oyatga 402 numurluq 12. ayet men onunğa ozutulguchi mal berdim degan oyatga ozutulguchi mal deganga 403. izohatni beribdi. Qani birlikda qarab baqayli. Enes alim ustozimiz nima deb izohat beribdi. Qadirlik qarindoshlarım, 402. izohat, ya'ni yotqonga chumkilib yotgan nabiy deb izohat beribdi. Chumkilib olg'uchi deganga chumkilib olg'uchi degan birinchi oyatga 403. izohatni bu soni ko'p manfaat to'xtab qolmaydigan ko'limi cho'ng boylik degan bo'ladi deb. Ya'ni uzutulg'uchi mal deganga. Men onunğa uzutulg'uchi mal berdim deganga. Qadirli qarindoshlar, unda bo'lsa Kıyamet suresi Mekke'de nazil bo'lgan 40 oyatlik sure ekan. Buni birlikte ögünüp öteyli izohatla biraz köpken izohatni 40 oyatni o'qib bo'lgandan keyin birimiz. Kıyamet suresi Mekke'de nazil bo'lgan 40 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Undaq emas, qiyomat kuni bilan qasamki, hargizmi undaq emas. O'ziga malomat qilguvchi nafs bilan qasamki, inson bizni so'ngaklarimni jam'i qila olmaydi deb o'ylamdi. Undaq emas. Biz uning barmoq ushlarini asliga keltirishga qodirmiz. Balki inson kelgusi hayotida gunoh qilishni iroda qiladi. O qiyomat kuni qachon bo'ladi deb so'raydi. Ko'z qamashgan, ay tutilgan, kun bilan ay jam qilingan chaqda inson ana shu kunda qochadigan joy qayerda deydi. Yo'q, hech panohgoh yo'q. U kuni qarorgoh Rabbingning huzuridadir. O kuni insonga qilgan va qoldirgan narsalari aytib beriladi. Balki inson o'zini o'zi ko'rguchidir. O'zlarini o'ttira qo'ygan taqdirdami tilingni uning bilan harakatlantirma.
Şübhəsizki onu cəmləş və oquş bizning məsuliyyətimizdir. Şuna biz onu oquyatqanda onun oquluşuğa əgəşkin, andın kin onu bayan qilishmo bizning məsuliyyətimizdir. Yoq, belki sizler tez ötüp kötküçünü yaxşı görüsüler. Ahiretini koyup koyusular. O günü bir kısım yüzler içilidu. Rabbiga qaraydı. O günü yine bir kısım yüzler türülüdü. Özleriga umurtqalarını sundurup etilgan bir iş qildiganligini bayqaydı. Qılındiganligini bayqaydı. Yoq, can oquraq suvanklarga yetken, kim ilaç qılalaydı deyilgen, sakratdagi odam bunun dünyadan ayrılış ekanligini bilgen ve paçaq-paçaqqa kirishgan chaqda ana shu kuni haydab berildigan joy Rabbingning huzurudur. O tasdiqlamadi ve namoz o'tmadi, lekin yolg'on dedi ve yüz o'rdi. Andın kin kirilgen halda yaqin yo'riqlarning yeniga bordi. Sana azab bek muloyiqdir, bek muloyiqdir. Şundaq, sana azab bek muloyiqdir, bek muloyiqdir. İnsan özünün bekar qo'yib etilganligini o'ylamdi. O balayat qulog'i to'kiladigan ma'ni bilan uruqlangan bir tuxum emasmidi? Andın kin o yepishgan qon bo'ldi. Andın Allah yaratdi ve şekil berdi. Andın Allah onundan bir cübni erkek ve dişini yarattı. Yani şu Allah ölüklerini tirildirishga qodir emasmi? Qiyomat suresi Mekke'de nazil olan 40 ayetini okup tükettik. Endi izahatlarga qaraymiz. Qadrli qarindoshlar, izahatni o'qiylik. Qiyomat suresininki 2. ayeti hergizmi ondaq emas degenge 405. izahatni beripti Enes alim ustozimiz. Bu iki yerdeki ondaq emasning ma'nisi ahval müşriklar degendek emas degenlikdir debdi. 4. ayetteki ondaq emasmi şu 406. yani elbette 404. izahat 405. izahatta Qadrli qarindoshlar, bu Muddessir suresidagi 402-403 izohatni o'qigandik. Bir izohatni kam o'qib saptimiz. Yani belki ulardan her kişi özgü ochiq sahibiyle birlashni xohlaydi degan 404. izohat. Yani ularning har biri o'ziga xususiy kitob nozil qilinishini orzu qiladi degan gapken buni o'qib o'tili. Undan keyin 405. izohat Qiyomat suresi Mekke'de nazil bo'lgan 40 oyatning 2. oyati hergizmi ondaq emas. 405 bu iki yerdeki ondaq emasning ma'nisi ahval müşriklar degendek emas demektir debdi. 406. ondaq emas, yani elbette cem'i qilamiz degan ma'nida debdi. Onundan keyin 13. ayet Qiyomat suresi 407. izahat o günü insan kılıngan ve kaldırgan narsaları eğitip verildi degenge 407. izahat, yani insanga bu dünyadaki çağda kılgan işleri ve arkasında koyup ketken eserleri bilen bir-birlep eğitip verildi deyilipti. 14. ayeti Qiyomat suresinin belki insan özünü özü körgücüdür degenge, gerçi insanga bu dünyadaki çağda kılgan işlerini ve arkasında koyup ketken eserlerini başka biri eğitip beğenmesimi, onun til, kol, put, kulak, köz ve terileri onun zihniga guahlık berişi bilen o özünün bu dünyada nimelerni qilganligini ve arkasında nimelerni qoldirib ahiretga ketganligini, yani özünün qandaq adam ekanligini nayet aniq görüdü. Nur suresinin 24. ayeti, Yasin suresinin 65. ayeti ve Fussilet suresinin 20. ayeti bununla dalalet buludu debdi Ustaz Enes alim. Özlerini oturup koygan takdirdimi? Qiyomat suresinin 15.
ayetideki özlerini otturu koygan takdirdimi degenge 409. izahat, yani insan her qancha özür aytgan takdirdimi yana özünün qandaq adam ekanligini ko'rdi degan izahatni berip ütepti Ustoz Anas Adam. 20. ayeti Qiyomat suresi. Yo'q, balki sizlar tez o'tib ketguchini yaxshi ko'rsizlar deganga 410. izohat. Bu qisqa muddatlik dunyoni deb izohat beribdi. Qadrli qarindoshlar, Qiyomat suresining 26. oyati. Yo'q, jon o'qirak so'ngaklarga yetgan degan oyatga 411. 12. yani degan oyatga 411. izohatni beribdi. Ahvol mushriklar degandek bo'lmaydi debdi. 412. izohatni 31. oyatdagi u deganga beribdi. Bu yerda bu suraning 5-ni o'tgan inson debdi. Tasdiqlamadi deganga 413. izohati uning og'istiki Qur'onning Allohning kitobi ekanligiga ishonmadi debdi. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib Qiyomat surasidagi izohatlarni o'qib o'tdik. Endi qadrli qarindoshlar, biz inson surasi Madina nazil bo'lgan 31 oyatni birlikda o'rganib o'tamiz. İnsan suresi Medine nazil bo'lgan 31 oyat. İnsonga zamondan shundoq bir muddat keldiki, o chog'da o zikr qilinguvchi bir narsa emas edi. Daq emasmi? Shubhasizki, biz insonni urug'langan aralashma tuxumdan yaratdik. Uni sinaymiz, shuning uchun uni anglag'uchi va ko'rguchi qildik. Shubhasizki, biz uningga yo'lni ko'rsatdik. Allah ko'rsatdi yo'lni. Başka bir kişinin yolu emas, Allah'ның yolu. O ya şükür kılgıcı ya ki tuzkurluk kılgıcı buludu. Şüphesiz ki biz kafirlağa zincirlerini, takaklarını ve dozakını teyyarladık. Şüphesiz ki yaxşılar kafir aralaştırılgan camlardan işçidir. O Allah'ның bendileri halıgan yerlerine eqitip içidigan bir bulaktır. O Allah'ның bendileri xalagan yerleriga eqitib içidigan bir buloqdir. O bendiler nazirlariga vafo qiladi. Yomonlikqa keng tarqaladigan kundan qo'rqidi. Taomni o'zlarining yegisi kelib, to'simi miskin, yetim va asirlarga yegizidi. Ularga taom yegizib o'tib bundaq deydi. Şüphesiz ki biz sizlarga Allah rızası için taam yegizimiz. Sizlardan mukofotmi, teşekkürmi ko'zlamaymiz. Çünkü biz Rabbimizning tutuq ve dehşetli kunidan qo'rqamiz. Bu sebepten Allah ularni o kunning yomonligidan saqladi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xushallik berdi. Ularni sabr qilganliklari uchun jannat va ipak kiyimlar bilan mukofotladi. Ular o cennette taxtlarni yulanchiklariga yulanib o'ltirdi. Ular o cennette aptapmi, soğuqmi ko'maydi. Ularga o cennetin soyilari yaqin bo'ladi, meyvelerini uzish oson qilinadi. Ularning atrofidan kumush qochilar va qadahlar aylantirilib turiladi. O qadahlar shishalardan yasalgan. O shishalar kumushdan yasalgan. Ular onu o'lchaydi. Ular yana o cennette zencibil aralashtirilgan camlar bilan sug'uriladi. O selsebil deb atılgan bir buloqdir. Ularning etrafida balalar aylanib turdi. Sen ularni ko'rgan chog'ingda ularni chechilg'uchi marvoyit deb o'ylaysan. O yerde ko'rsang ne'mat va buyuk podshohlik ko'rsan. Ularning ustida yupqa va qalin ipaklardan yeshil kiyimlar bo'ladi. Ular kumush bilezuklar bilan zinnatlanadi. Rabbi ularni pak ichimlik bilan sug'urdi. Ularga mundaq deyiladi: Mana bu sizlarning mukofotinglar idi. Mehnatinglarga tashakkur aytilgan idi. Ey Muhammed, sana Qur'onni biz nazil qildik. Shuning uchun
Rabbingning hukmiga sabr qilgin, ularning ishidan hech bir gunohkorga yoki tuzkorga itoat qilma. Ata oqshom Rabbingning ismini zikr qilgin. Kechining bir qismida uningga sajda qilgin. Kechining uzun bir qismida uningga tasbih aytqin. Shubhisizki mushriklar tez o'tib ketguchini yaxshi ko'rdi. Eg'ir kunni orqasida qo'ydi. Biz ularni yaratdik va ularning bedellarini mazmut qildik. Xohlagan chig'imiz ularni o'xshashlari bilan almashtiramiz. Shubhisizki bu bir eslatishdir. Xohlagan kishi Rabbiga yetkazilgan yo'lni tutsin. Sizlar faqat Allah xohlagandila xohlaysizlar. Shubhisizki Allah bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Allah xohlagan kishini rahmatiga erishtirdi. Zolimlarga bo'lsa, eg'ir azob tayyorladi. Xohlagan kishini deydi. Siz xohlamagan kishini hidoyatga erishtirolmaysiz, qadrli qarindoshimiz. Shunga xohlashingiz kerak birinchi bo'lib. Allah xohlagan kishini rahmatiga erishtirdi. Zolimlarga bo'lsa, eg'ir azob tayyorladi debdi, qadrli qarindoshlarim. Yani Mekke'de nazil bo'lgan Medine'de nazil bo'lgan İnsan suresi 31 oyatlik sure ekan. Bunun hammasini o'qib o'tdik, qadrli qarindoshlar. İzahatlardan bir qancha izohat bor ekan, birlikda o'rganib o'taylik. Yani Medine'de nazil bo'lgan İnsan suresinin 7. oyatiga 31 oyatlik sure ekan bu. U bandalar nazirlariga vafo qiladi deganga 414-numurliq izohatni berib o'tabdi. Enes alim ustozimiz uni bir tinglab boqayli nima debdi. 414-izohat nazir Allah buyurmagan, lekin ular Allah rızası üçün qilishni o'z ustiga olgan yaxshi ishlardir. Masalan, Allah rızası üçün shuncha kun ro'za tutaman yoki Allah rızası üçün uncha miskinga taom beraman degandek so'zlar bilan ustiga olgan ish nazirdir. Ular nazirlarga vafo qiladi degan so'zning ma'nosi ular Allohga bergan va'dalarda turdi deganlik bo'ladi debdi Enes alim ustoz. 415-izohatni İnsan suresi Medine'de nazil bo'lgan 31 oyatlik surening 22 oyatiga ularga mundaq deyiladi. Mana bu sizlarning mukofotinglar idi, mehnatinglarga tashakkur aytilgan idi deganga 415-numurlik izohatda, ya'ni sizlarning dunyodagi chig'inglarda qilgan yaxshi amallaringlarga o'z vaqtida Alloh taolo tarafidan tashakkur bildirilgan va sizlarga bu mukofotlar tayyorlangan. Hozir sizlarga berilgan bu noz ne'matlar ana shu mukofotlardir deb o'tilibdi, qadrli qarindoshlar. Onda qilib 416-izohatni Medine'de nazil bo'lgan 31 oyatlik İnsan suresininki 27 oyati. Shubhisizki mushriklar tez o'tib ketguchini yaxshi ko'rdi. Eg'ir kunni orqasida qo'ydi degan oyatdagi tez o'tib ketguchini deganga bu qisqa muddatlik dunyoni debdi. Bayatimo tez o'tib ketguchiniga izohat bergan. Shunda qilib izohatlarni o'qib tugatdik, qadrli qarindoshlar. Hamda Mursalat suresi Mekke'de nazil bo'lgan 50 oyatlik sure. Bu sureni birlikda o'rganib o'tamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arqa evatilgüçüler bilen ve qattiq chiqquchi burallar bilan qasamki, yayg'uchilar, ayrıg'uchilar va zikr elib tushkuchilar bilan qasamki, bu zikr o'zini qoldirmaslik yoki ogohlantirish uchundir. Sizlarga va'da qilingan narsa chuqum amalga oshadi. Yulduzlar o'chirilgan chaqda, osmon yerilgan chaqda, tog'lar so'rilgan chaqda, elchilarga vaqt belgilangan chaqda, ular qaysi kunga kechiktirildi? Ayrish kuniga. Ayrish kuni nima? Sen nereden bilsen?
O günü rastını yalgan dügüçülerge vay. Biz avvalqılarını halak kılmadık mı? Andın ulağa keyinkilerini ergeçtürümüz. Biz günahkarlığa en şundak muamele kılımız. O günü rastını yalgan dügüçülerge vay. Bir yerde 417. izahatını Mekke'de nazil olan 50 ayetlik Mursalat Suresi'nin 11. ayetiga beripti. Elçilerge vakit belgilengen çağda. Enes Alim Ustaz nime depti? Birlikte okup üteyli kaderli kerindaşlar. Yani ümmetlerige şahitlik kılışları üçün deb izahatını beripti Enes Alim Ustaz. Mursalat suresi Mekke'de nazil bolgan 50 ayetlik surenin 20. ayetinden ahırgacha okup ötümüz. Biz sizlarni aciz bir sudun yaratmadık mı? Andın o suni mustahkam qarargahta qildik, ma'lum vaqtgacha. Demek biz qadir bolduq, biz nima degan yaxshi qadir bo'g'uchi. O kuni rastni yalg'in degechilarga vay. Biz zeminni qo'yniga oladigan qilmadikmi? Tiriklarni va o'liklarni. Biz zeminga mustahkam va egiz tog'larni o'rnatdik, sizlarni tatliq suv bilan sug'ardik. O kuni rastni yalg'in degechilarga vay. Ulağa sizlar o'zinglar yalg'on degan narsaga beringlar. 3 şaxlıq sayıga beringlar deyildi. O sayı hem sayıdatmaydı, hem yalqundan saqlamaydı. O yalqun qasrdek uçqunlarni atıdı. Her bir uçqun xuddi bir seriq tügüdür. O günü rastni yalg'on deguchilarga vay. Ana shu ular söz qilolmaydigan kundir. Özür aytishlar uchun ularga ruxsat berilmaydi. O günü rastni yalg'on deguchilarga vay. Ularga mana bu yaxshi yomanni ayirish kunidir. Biz sizlarni va avvalqilarni yig'dik. Agar bir hiylangli bo'lsa, menga hiyla qilinglar deyildi. O kuni rastni yalg'on deguchilarga vay. Shubhisizki taqvodorlar soylarda, buloqlarning boshlarida va ko'ngli tortadigan mevalarning atrofida bo'ladi. Ularga yanglar, ichinglar mazzilik bo'lsin. Chunki sizlar amal qilgan edinglar deyildi. Biz yaxshi ish qilguvchilarni ana shunday mukofotlaymiz. O kuni rastni yalg'on deguchilarga vay. Ey kafirlar, hozircha yeb ve azgını keyif sürüp turunlar. Şüphesizki sizler günahkarsizlar. O günü rastın yalg'on deguchilarga vay. Ularga ruku qilinglar deyilse ruku qilmaydi. O günü rastın yalg'on deguchilarga vay. Ular Qur'onga ishonmasa, qaysi so'zga ishonadi? Fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun debdi. Qadirli qarindoshlar, bu yerdagi hadis degan gap Qur'oni Karim. Qur'oni Karimga ishonmasa, yana qaysi hadisga ishonadi debdi qadirli jinim qarindoshlarim. Shunda qilib Mekkada nazil bo'lgan 50 oyatlik sura Mursalat surasini o'qib tugatdik. Emdi Nebe suresi Mekke'de nazil bo'lgan 40 ayet. Okuvatkanım Enes Alim Ustaz'ın ki bu 15 yıllık emgek neticesi bo'lgan Qur'oni Karim ve izahlık tercümesini okuvatımen kaderli qarindoshlar. Bu kitapni ivetip birimiz dünyanın her qaysi joylariga hediye qilamiz qadirli qarindoshlar. 10 dollar pochta haqqini bersanglar biz ishkenligicha kitobni ivetishga hozir. Bu kitobning yanida bizning tadbir shirkatimizningki buni islom nima, sen Qur'ondan bu savolni so'rab baqdingmi, islom nima degan kitobni hadiya qilamiz qadirli qarindoshlar. Xabaringlarda bo'lib qolsin. Mursalat suresininki Nebe suresi Mekke'de nazil olan 40 ayetini okuyumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Müşrikler
bir-biridan nima to'g'riliq so'rashyotidi. Büyük xabar to'g'riliq. O shunda xabarki, ular uning haqida ixtilof qilishmoqdadir. Undaq emas. Ular yaqinda bo'ladi. Hargizmi undaq emas. Ular yaqinda biladi. Biz zaminni bir to'shak qilmadikmi? Tağlarni qo'ziqlar qilmadikmi? Sizlarni jup yaratdik, uyqunglarni rahat qildik. Kechini parda qildik. Kunduzni maishat vaqti qildik. Ustinglarda mustahkam 7 osmon bino qildik. Issiqlik va nur tarqitib turadigan bir chiroq yaratdik. Siqquchilardan mol yomg'ir yog'dirdik. Bularni uning bilan ochliq va o't cho'plar chiqirayli. Daraxtlari giralishib ketgan bog'lar yetishtirayli deb qildik. Shubhisizki, yaxshi yomonni ayirish kuni belgilangan bir vaqtdir. O kuni sur chelindi, sizlar top-top bo'lib kelisizlar. Osmon echilib, ishiklar holatiga keladi. Tog'lar ketkizilib, sarab bo'ladi. Shubhisizki, jahannam kuzatkuchi bo'ladi. Haddidan oshquchilarning boradigan joyi bo'ladi. Ular u yerda abadiy qoladi. Ular u yerda bir so'rinlikmi, bir ichimlikmi tetimaydi. Ular faqat qaynoq suv va yiring tetiydi. Muvofiq bir jazo. Chunki ular hisob berishni o'ylamaydi. Oyatlarimizni yolg'on deydi. Biz har narsani bir-birlab yozib qo'ygan. Shunga tetinglar, sizlarga azobdan boshqa bir narsa ziyoda qilmaymiz. Shubhisizki, taqvodorlarga g'alaba mukofoti bor. Bog'lar, üzümlər, boyuğa yetgan tangtush qizlar va ichimlik bilan to'ldirilgan qadahlar. Ular jannatda hech qanday buyurdi so'z va yolg'on so'z anglamaydi. Ular jannatda hech qanday behuda so'z va yolg'on so'z anglamaydi. Bular Rabbingning mukofoti va yetarlik in'omidir. O osmonlarning, zaminning va bu ikkisining orasidagilarning Rabbidir, Rahmandir. Uning huzurida hech kim so'z ocholmaydi. Ruh va farishtalar saf bo'lib o'yritiradigan kuni hech kim so'z qila olmaydi. Rahman ruxsat qilgan va to'g'ri so'zlagan kishi mustasno. Ana shu haq kundir. Xohlagan kishi Rabbiga yetkazilgan yo'lni tutsin. Shubhisizki biz sizlarni yaqin azobdan ogohlantirdik. O kunda kishi burun o'zi qilgan ishlarini ko'rdi. Kafir kashki tuproq bo'lsamchu deydi. Qadrli qarindoshlar, Naba'a sura Naba Mekkada nozil bo'lgan 40 oyatni birlikda o'rganib o'tdik. Bu yerda bir qanchadan izohat bor ekan, qarab boqaylik. 4-oyatda undaq emas, ular yaqinda bo'ladi deganga 419-izohatni beribdi. Ustoz Enes olim nima debdi? Birlikda o'rganamiz. Onunğa iş müşriklar degandek emas deb izohatni berib o'tibdi. 11-oyatiga kunduzni maishat vaqti qildik deganga 420-izohatda turmushni qamdash uchun ishlash vaqti debdi. Qadrli qarindoshlar, 14-oyatiga siqquchilardan mol yomg'ir yog'dirdik deganga 421-oyatni izohatni beribdi. Yani bu yerde sıkıcılar deb tercüme kılınan söz el-musirat degan sözdür. Bu sözün bu yerdeki ma'nisi suv bilan zishlaşgan bulutlar, shamanlar tarafidan siqilg'uchi bulutlar, yomg'ir yog'dirish vaqti kelgan bulutlar deganlardan iborat. Bu yerdeki musirat so'ziga Rum surasining 48-oyatiga asoslanib bulutlarni haydaguvchi shamanlar deb ma'no aytganlarmi bor. O ayet tercümesi bundaq. Allah shundoq zotki shamanlarni evatadi, shamanlar bulutlarni qo'zg'aydi. Allah o bulutlarni osmonda xolig'ini bo'yicha yoyidi va parcha qiladi. Anda sen ularning orasidan yomg'irning chiqqanligini ko'rsan. Allah xohlagan bandalarga bu yomg'irni yetkazganda o bandalar suyunib ketadi. Ular mundaq deydi: yomg'ir shamoldan yog'maydi, lekin shamol haydab kelgan bulutlardan yog'di.
Razi Keşşab Beyzavi tefsirlerinde depto qadirli qarindaşlarım. Onundan keyin 20. ayetiga Nebah suresininki Mekke'de nazil olan 40 ayetlik sure. Tağla ketkizilip serap buludu degenge 422. izahatını berip ütepti Ustaz Enes Alim. Serap Nur suresinin 24. ayetide bu haqda izahat berildi depti o'shaga qarasak bo'ladi ekan. Ondan başqa qadirli qarindoshlar o asmanlarning, zeminning ve bu ikkisinin arasındakilerinin Rabbidur, Rahmandur depti. Rahmandur degenge nima deb izohat beribdi? Qarayli. Yani yaxshiligi cheksiz zotdir depti qadirli qarindoshlarim. Shunda qilib Mekke'de nazil bo'lgan 40 ayetlik sure Nebah suresini o'qib tugatdik izohatlarini. Endi Naziyat suresi Mekke'de nazil bo'lgan 46 ayetini o'qib bu 58. Kur'an halkımız bilen hoşlaşımız qadirli qarindoshlar, quluqonlar Uygurca tercümede kalbinla Kur'an'da bolsun cenim dosturum. İstanbul'un havası isip ketkildi. Ramazan'da ayeti yaxşı sürün havalaydı. Bir 2 gün isip kaptı. Qalan vaqtda asasen şunda serin öttü qadirli qarindoshlar. Naziyat suresi Mekke'de nazil bo'lgan 46 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Tartib alg'uchilar bilan qasamki, siliq alg'uchilar bilan qasamki, ishini tiz ve to'liq qilg'uchilar, ilgirligüchilar ve iş boshqurg'uchilar bilan qasamki, bir günü qattiq tavrash bo'ladi. Arkasından yeni bir tavrash bo'ladi. O günü yürekler silip gitidi. Közleri yerge tikilip qaladı. Ola mundaq deydi. Biz avvalgi holatimizga qaytirilamdik. Chirigan so'ngaklar bo'lib ketgan vaqtimizdimi? Ola undaq bo'lsa, bu ziyonliq bir qaytishdir dedi. O ahval qorqunchli bir ovozdan iboratdir. Shuning bilan insonlar birdinla yer yuziga chiqib qoladi. Ey Muhammed, sana Musa'nın xabari kelmedimi? Öz vaqtida Rabbi onun muqaddas vadi Tuvada mundaq nida qildi. Firavunning yeniga bağın o bek haddidin aşdı. Onunğa aytqin, paklanishqa meyling bormi? Seni Rabbingni tonishqa yetaklaymi? O'zingni tuzutasan. O'zingni tuzutasan. Şunun bilan Musa Firavunga eng büyük mo'jizani ko'rsatdi. Biroq Firavun yolg'on dedi, osiylik qildi. Ondan ishga kirish uchun orqasini qilib ketdi. Ondan to'pladi, ondan nido qildi. Men sizlarning eng büyük Rabbinglardirman dedi. Allah onu oxirgi ve avvalqining jazosi bilan jazoladi. Şübhesiz ki buningda o'zini tuzutadiganlar uchun ibrat bor. Sizlarni yaratish tasmi yoki osmonni yaratishmi? Allah osmonni bino qildi. Onun turusini yuqori ko'tarib mustahkam o'rinlashtirdi. Onun kechisini qorong'u qildi va yo'riqligini chiqardi. Zaminni uningdan keyin yaydi. Onundan onun suyini ve otliqini chiqardi. Tağlarını mustahkam o'rinlashtirdi. Sizlarni ve an'aminglarni hayat kechirsin deb shundoq qildi. Büyük falokat kelgan chaqda ana shu kuni kishi qilgan etkenlerini eslaydi. Ko'rdiganlar uchun dozoq o'ttirg'i chiqarildi.
Kimki haddidan aşidiken ve dünya tirikçilikini üstün körüdiken, onun joyi çokum dozaq buludu. Ey Muhammed, ular senden kıyamet kaçan qayım buludu deb so'raydi. Sen kıyametning vaqtini qandaqmı eytib biraleysen? Sen kıyametning vaqtini qandaqmı eytib biraleysen? Onu faqat Rabbing biladi. Sen onundan qorqadiganlarni agahlandırgıçsan, xalas. Ular onu ko'rgan kunda özlerini go'yo dünyada faqat bir kech qurulluq yoki uning etigenlikchilik tug'gandek his qiladi. Deb Naziyat suresi Mekke'de nazil bo'lgan 46 oyatni birlikda o'rganib o'tdik, jenim qarindoshlarım. Endi biz Ustoz Enes Alimning izohatlariga qarab baqayli. O'qiyotganimiz qadrli qarindoshlar, qo'limdagi bu kitob Enes Alim ustozningki Qur'oni Karim ve izohliq tarjimasi 15 yillik emgek neticesi. Bu kitobni dunyoning har qaysi joylariga haqsiz taqitimiz, haqsiz talab qilganlarga, setib olganlarga satimiz, haqsiz talab qilganlarga Qur'oni Karim ve bunu Qur'onga ko'ra islom nima degan bunu kitobni qo'shib birlikda ibat birildi. Ibat haqqi $10 xotirangda bo'lib qolsin, boshqalarga tavsiya qilib qo'yasizlar. Bu yerda Naziyat suresi Mekke'de nazil bo'lgan 46 oyatga berilgan izohat, 5-oyat ve iş boshquruvchilar bilan qasamki deganga 424-izohatni beribdi. Tefsirlerde bularning Allah Taala tarafidan farqli vazifelerga tayinlanib, vazifelerini to'liq o'rindagan farishtalar ekanligining eng büyük ihtimalligi bayon qilinadi debdi. Ondan keyin bir kuni qattiq tavrash bo'ldi degan 6-oyatga 425-izohat, sur birinchi qatim chelnadi, o chaqda tirik bo'lganlarning hammasi o'ldi deyilibdi. 7-oyatdagi orqasidan yana bir tavrash bo'ldi deganga 426-izohat, sur ikkinchi qatim chelnadi, bu chaqda o'liklar tirildi debdi. 10-oyatdagi ular mundaq deydi: biz avvalgi holatimizga qaytarilamdiq deganga 427-izohat, o'lgandan keyin qayta tirildirilamiq deganni izohatni beribdi. 13-oyatdagi o ahvol qo'rqinchli bir ovozdan iboratdir degandagi o ahvolga 428-izohat insonlarni qayta tirildirish ahvoli debdi. Qadrli qarindoshlar, 429-izohatni Naziyat suresi Mekke'de nazil bo'lgan 46 oyatlik suraga 25-oyati Allah onu oxirgi ve avvalqining jazosi bilan jazoladi deganga 429-izohatni beribdi. Birlikda o'qiydi. Yani Firavunning oxirgi ve avvalgi so'zlarining jazosini berdi. Onun oxirgi so'zi men sizlarning eng büyük Rabbinglardirman degan so'zidir. Avvalgi so'zi bo'lsa uning sizlarning mendan boshqa ilohinglar borligini bilmayman degan so'zidir. Uning bu so'zi Qasas surasining 138-oyatida zikr qilinadi. Mufassirlarning ichida bu oyatdagi oxirgini uning men sizlarning eng büyük Rabbinglardirman degan so'zidir. Avvalqini uning mushu suraning 21-oyatida zikr qilingan so'z va harakatlaridir deb tafsir qilganlarmi bor. Shuningdek, oxirqini uningga oxiratda berilgan dozoq azobidir. Avvalqini uningga dunyoda berilgan g'arq azobidir deb tafsir qilganlarmi bor. Tabari ve Razi tafsirlariga qarabdi ustoz Enes Alim. Shunda qilib qadrli qarindoshlar, bugungi 58-Qur'on halqimizda o'rganib o'tgan Muzammil, Muddessir, Qiyomat, İnsan, Mursalat, Neba ve Naziyat surelerini birlikte o'rganib o'tdik.
Yani 49 minut boptu, 50 minutga yaqinlashgan vaqtken, qadrli qarindoshlar, biraz izohatda ko'p bo'lg'achqa, biraz so'zilib ketdi. Hammalarninki vaqtiga rozi bo'linglar, inshaalloh. Biz bu o'rgangan tercüme Kur'an-ı Kerim ve izohliq tercümesi idi. Bunu dünyanın her qaysi joylariga bunu kitap bilan birlikte poçta haqqı içinde hediye qilimiz $10 dedik. Şunlaşqa tizimletip hemmanlar eğer bu kitapni o'qishni xohlasanglar biz bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, Kanadada İbrahim qarindishimiz bunu tizimlashni boshladi. Onun bilan aloqalashinglar. Başqa yerdagi qarindoshlar men bilan bevosita aloqalashsanglar bo'ladi. Biringlar toplab bu $10 pulni ve adreslerini bana ibatib bersanglar, men sizlarga udullam ishkinglarda oladiganqa sep bersam bo'ladi. Bu xo'sh xabarni barliq qarindoshlarga yetkazib qo'yishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.